Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stim. Videorolik kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir. Qabristondagi chaqaloq yig'isi. Hayotiy voqea. Biznikiga mehmonga kelgan qishlog'imiz qabristonining qorovuli gapirib berdi. Eshitib, yuragimizni qo'rquv va vahm bosdi. Hamma biladi, esimni bilganimdan buyon shu qabristonga qorovulman deb gap boshladi bobo. Otam shu kasbni qilgan. Otamning yonida yurib, menga meros qoldi. Ko'p ajabtovur voqealarga duch kelganmiz. Arvohlarni ham ko'rganmisiz? So'radi qiziqsinib akam. Arvoh hozir degan gap bor. Qay bir oilaning boshiga g'am, qayg'u soya solsa, albatta nimadir bo'lgan. Ularni hozir bittama-bitta eslasam, biriga ishonasiz, biriga yo'q. Bitta sira esimdan chiqmaydigani bor. Shuni ayta qolay. Unda rahmatli otam ham hayot edi. Qorovulxonada yotib qolishimga izn bermasdi. Ona va ukalarimning yoniga qaytarib yuborardi. Bir kuni otamga ovqatini keltirib berganimdan so'ng atay qorovulxonaning burchagiga cho'zildim. Yotma bolam, uyqung kelib qoladi. Uyga bor. Bir yo'la uyda uxlaysan. Har doimgidek e'tiroz bildirdi otam. Tura qol. O'zim seni darvozadan chiqarib yuboraman. Ikkalamiz darvoza tomon yurdik. Otam meni shitob bilan yetaklab qabristondan chiqarib yuborishga tirishardi. Ammo men o'ng tomonda qabriston etagida turgan bir sharpani payqadim. Tun qorong'u, atrof zimiston. Otamning qo'lida fonar bor xolos. Ammo ko'zim tushgan sharpa xara tumanga o'xshab ko'rinib turardi. Bu qorong'uliklar aslida tuman umuman sezilmasligi kerak, ammo sharpa aniq edi. Men negadir qo'rqmadim. Otam xuddi har kuni duch kelib yuradigandek parvo qilmaslikka urindi. Lekin mening ko'rganimni sezib sekin dedi. Ketishga qo'rqmaysanmi? Qo'rqsang qol. Onamga nima deymiz? Dedim men otamning yonida qolayotganimdan quvonib. O'tgan ketgandan aytib yuboramiz. Otam shunday deb ko'chaga alangladi. 10 daqiqa o'tar o'tmas velosipedda bir kishi o'tdi. Bizdan 2 uy narida turadigan qo'shnimiz ekan. Otam darhol unga mening qorovulxonada qolganimni uydagilarga aytib qo'yishimni tayinladi. So'ng otam ikkimiz ortga qaytdik. Otam darhol o'tirib tilovat qilishga tushdi. Uzoq duo o'qigach menga yuzlandi. Cho'pon boboning mazasi yo'q deyishdi. Shu gap chiqqanidan buyon boboning kampiri yotgan tomonda sharpa paydo bo'lgandek 2 marta ko'zim tushdi. Duo o'qib yubordim haqiga. Endi tinchiydi. Otam bularni menga saboq bo'lsin, kelajakda shunday qilsin deb aytishini bilardim. Hozir o'zim ham otamning yo'lini tutaman. Yaqinda bo'lgan voqeadan keyin ancha o'ylanib qoldim. Sababi bunaqasiga otam ham duch kelmagan bo'lsa kerak. 2 kecha qabristonda chaqaloq yig'lagandek bo'ldi. Aniq tiniq emas-u, bir ingragan, ingalagan ovoz eshitilib qoladi. Mushukmikan desam, tish emas, qish emas, qulog'imga chalinyaptimikan desam, bir eshitmadim. Otamga o'xshab darhol duo o'qishga kirishdim. Qani tinchisa, ko'p emas, yarim tunda bir eshitilib qoladi. Oxiri kunduzi chaqaloqlar ko'proq qo'yilgan tomonga yurib, sinchiklab qaradim. Tog' yaqin emasmi? Garamas tulkilar bitta-ikkita qabrchalarni kovlabdi. Darhol ketmon keltirib, yaxshilab bekitdim. Duo o'qidim. O'sha kuniyoq uydagi kuchugimizni olib keldim. Ovozi chiqib tursa, tulki qochadi-da. Shu bilan ovoz ham, shovqin ham tunda. Tulki kavlaganiga go'daklarning ruhi chaqirganiga amin bo'ldim. Bunaqa voqealar ora-sira bo'lib turadi.
Shuning uchun qabriston qorovuli hushyor bo'lishi kerak. Xulosa qilish o'zingizdan yaxshilar.